bitilgan ushbu binoning birgina pardozlash va bezatish ishlariga naqd 18 yil sarf etilgan. Tasavvur qilyapsizmi? Ha, bu o'sha dunyoga mashhur Shahrisabz muzey qo'riqxonasi hududida joylashgan Oqsaroy majmuasi. O'zbekiston muzeylari rukni orqali bugun siz bilan birgalikda mazkur tarixiy obidaga sayr qilamiz. Sohibqiron Amir Temur tug'ilgan shaharda joylashgan Oqsaroy majmuasi o'zining tarixiy ahamiyati va o'ziga xos arxitekturasi bilan jahon sayyohlarini haligacha hayratga solmoqda. Buyuk sarkardaning buyrug'i bilan ushbu yirik inshootning qurilish ishlari 1380-yilda boshlanib, pardozlash jarayonlari 1404-yilgacha davom etgan. Bu saroy Amir Temurning onasi Takino xotun xotirasiga bag'ishlab bunyod etilgan. Oqsaroy deb nomlanishiga sabab aslida o'sha vaqtda qurilganda binoni o'sha Samarqand tarafdan kelishda janubiy sharqiy tomondan qaralganda va oy shu'lasida kechqurun qaralganda binoni har bitta mana bu mozaika mayorika ishlarida ko'k rang berilgan, lekin aslida oq bo'lib porlab turishi bu oy shu'lasida oq bo'lib yaltirab turgan. Sababi bu koshinlardagi ranglarni hozirgacha dunyo olimlarini qanaqa rang ishlatganligini topisholmagan. Chunki bu ranglar o'sha vaqtda shunchalik sirli bo'lganki, hozirgi davrgacha saqlanib qolganligini sababini ham mana qishda, sovuqda, qorlarda, yomg'irda, issiqda turganda ham bu ranglar hech qachon rangini o'zgartirmagan. Butun olimlarga ham bu sir sinov haligacha ochilmagan. Oqsaroy majmuasini qurishda Xorazm, Eron va boshqa yurtlarning taniqli hunarmandlari ishtirok etgan. Saroyga olib kiruvchi darvozaning balandligi 70 metrdan ziyod bo'lgan. Bizgacha obidaning ikki tog' ustunlardan iborat qismigina yetib kelgan xolos. Oqsaroy peshtoqidagi bitiklar sohibqiron Amir Temurning adolat va davlat boshqaruvi haqidagi qarashlarini aks ettirgan. Yodgorlikda Sulton Allohning yerdagi soyasidir mazmunidagi bitiklar bor. Oqsaroy peshtoqi ustunining old tomonida cho'zilgan olti burchak shaklida arab tilida adolat davlat asosi va hukmdorlarning shioridir deya 6 marta yozilgan. Bu so'zlar Temuriylar davrining asosiy mafkurasidir. Oqsaroyning naqshinkor bezatilishida arab xattotligining turli uslublaridan foydalanilgan. Shu sababdan bu bino butun islom olami me'morchiligi tarixining eng yuksak yutug'i sanaladi. Shuningdek, Oqsaroyning peshtoqlarida arab imlosining turli husnixatlarida bitilgan Qur'on va hadisdan iqtiboslar hamda ajoyib she'riy va nasriy matnlarni ko'rish mumkin. Oqsaroy poydevori g'ishtlari oltin kukuni aralashmasidan quyilgan. Inshoot uzoq vaqt ta'sirini yo'qotmasligi va nam o'tkazmasligi maqsadida ustalar saroyning poydevorini ancha chuqur qazishgan. Toshlarning ramziy ma'noda qo'yilishi sababi shu ulkan bino Oqsaroy majmuasida ishlatilgan fundamentda, ya'ni fundament qismiga ishlatilgan toshlar hisoblanadi. Bu gapimizni isboti sifatida Oqsaroy majmuasining mana fundament qismi yemirilgan joyida shu toshlar ishlatilganligini aksi ko'rsatib qo'yilgan. Bu toshlar aslida Hisor tog' tizmalari hududidan keltirilgan toshlar hisoblanadi. Shahrisabzning tarixiy markazi 2000-yilda UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan va hozirda davlat muhofazasidadir.